Mana Andijonda qiziltosh kaptallari parvozlar. Eski urug' qiziltoshlari. Bu kaptar mana moda, mana нар, вот это самец, это самка, вот это тоже самка. У них пискуни есть сейчас. И mana yana bitta qiziltosh nar. Kallalarni ko'ringlar, tumshuqlarni ko'ringlar. Eski urug' qiziltosh. Qiziltoshni mana orqasidan oq deyilgan, yonboshidan mana yonbosh ko'rinishidan oqqa o'xshab turgan hozirgi kuchli parvozlarimiz, yelkasida ham qiziltosh, qizil pari borlarda ham qiziltosh deyishadi. Endi shunga hozir bu qadimiy urug'larimizni qayta tikkalayapmiz. Mana Andijonda haqiqiy toza qiziltoshlari. Hozir bundan tashqari yana 10 juft qiziltosh bor. Sekin asta ko'rsatib boraveramiz. Mana haqiqiy ko'k ko'z, ko'k tumshuq, mana moda самка, смотрите, какой приятный, да? Качественный qiziltosh yani. Потому что у них глаза, века чистые, клюв чистый, и вот это белый перья тоже другой, чистый. И вот это, смотрите, qiziltosh, самец, это тоже века синий, глаза чил глаза, клюв чисто, оно бекин оляет. Вот это тоже, смотрите, это qiziltosh, тоже, вот, голова, смотрите, клюв маленький, широкий, голова квадратный, века чистый, глаза чил глаза. Вот это перья тоже другой. Qayta tikkalalyapti qiziltoshlarni tozaladi ham Andijonda. Mana novvottosh. Novvottoshlar ham parvozlar qiziltoshlarni qoni tozalayotgan payti chiqib keladi. Уже novvottosh ham chiqishni boshladi. Andijonda qiziltoshlaridan Turkiya, привет, вы заказали, да, novvottosh. Вот уже novvottoshi, toshi качественный, они men har doimgidek rasmga olishni bilmayman. Kaptallarni shu holatida video qilib beraman. Kaptallar hammasi, вот смотрите, все голуби. Вот figura, конкретный. Вот смотрите, kaptarga o'xshab turadigan Andijonda kaptallari. Sababi Andijon kaptallariga hamma parovlarni o'rganib chiqdim. Andijon kaptallariga yetolmayapti hech qaysi parovda. Zot tomonlama ham yetolmayapti, kaptarni yurish turishi tomonlama ham yetolmayapti, kaptarni yerda sayrab yurish tomonlama ham yetolmayapti. Sababi bobolarimiz bizga shunday kuchli urug'larni chiqarib bergan ekan, kelajak avlodga mana hozirda Andijonda kuchli parvozlarni уже восстановить qilishni boshladi. Сейчас у нас восстановление qiziltoshi тоже такие качественные qiziltoshi мало, потому что смотрите, у них голова какой. Вот смотрите, клюв какой, смотрите, вот это голова. Это качественный qiziltosh, потому что у них перья тоже чистые. Вот это самка, смотрите, вот какой голова, смотрите, клюв, смотрите, вот это красный расцветка, смотрите, вот это самец, это тоже, смотрите. Endi bu yerda hozir qayta tikkalalyapti parvozlar, hali negativlar bor. O'zlari kaptarni tushunmaydi, ularga tayyor kaptar kerak. Endi buni bu yog'iga hozir bulardan masherit abrezlarini chiqaramiz. Mana shunday вот обрез будет. У нас вот qiziltosh самка, смотрите, обрез какой. Вот это самка тоже, смотрите. Mana Andijonda toza zotdor qiziltosh kaptallari qayta tikkalanyapti. Mana novvottoshlar ham chiqib kelishni boshladi. Endi это novvottosh, это другой, это тоже качественный. Смотрите, novvottoshlar oldin bo'lgan, hozirgi parvozlarda shuncha silabiylashib ketgan. Mana shunaqa qiziltoshlarning ichida qiziltosh kaptallarni parlanganda, parlar tozalanayotgan paytda novvottoshlar chiqib keladi. Mana hozir bizga kimda mana shunaqa качественный novvottosh bo'lsa, nar olamiz. Mana shu kaptarga qo'shgani. Hozir ikkita moda bor. Opa singil modalar bor. Xuddi shunaqa novvottosh. Ko'zni ko'ringlar, глаза смотрите, синий, да? Kaptar qiziltoshlar tozalanayotgan paytda chiqib keladi. Вот смотрите глаза его. Вот это желтый перья. Novvottosh.
Endi уже bo'ldi, kaptarlar tozalanilyapti. Kimlardadir tozalanilyapti. Kaptarga tushunchasi yuqori parvozlar Andijonimizni qadimiy tarixiy kaptarlarini qayta tikkalayapti. Xudo xolasa mana tikkalanib ketyapti. Bizga Qiziltosh baqayotgan parvozlar, mana shunaqa Qiziltoshlarni ko'rsatinglar. Kallalari mana shunaqa bo'lsin. Tumshuqlari mana shunaqa bo'lsin. Parvozlar, tirjayib turadigan Qiziltoshlar ko'payib ketdi. Серьезный вид. Смотрите, вот это самец тоже. Такой пара сейчас у меня вот 10 штук есть еще. Такие Qiziltoshi. Сейчас. Hozir уже tuqumda mono kaptar bilan mo Qiziltosh bilan. Buni narini olmabmiz. Nari katadi ekan hozir. Bun bilan bitta Qiziltosh nari bor. Hozir olmabmiz. O'sha vab chiqasizmi, Hamidullo? Monon moda bilan bitta Qiziltosh narimiz bor. U kaptarda hozir bolasi bor. Juvona hali. Mana уже tikkalanish boshlandi. Gap yo'q-a? Вот смотрите, Qiziltosh. Качественный. Перья тоже другой будет, качественный Qiziltoshi тоже. Качественный. Потому что, почему качественный? Потому что у них глаза чистые, вот это века чистые, синие. Перья тоже чистые перья. Они чисто старые порода Qiziltosh, andijanskiy. Уже mana novot toshlar chiqib kelyapti. Endi boshlandi endi. Andijonda tikkalanish boshlandi. Buni ko'rsatmayapti. Mana shu kaptar rosaligini katazan katta. Abzullarni bekitib oladi, figurasini bekitib oladi. Mana shunaqa kaptarlar ham bo'ladi o'zi. Mana вот глаза круглые, да? Kuluf, смотрите. Qayta ishlayapti hozir bunga. Mana qani bering-da. Bir yo'li 3-4 ta Qiziltosh tashlaymiz endi sizlar. Uni ham bering. Tashlab yuboramiz. Ha, вот, смотрите, вот это Qiziltosh. Его самка. Вот это. Его смотрите, Kuluf, смотрите, вот это Qiziltosh. И вот это, смотрите, вот это голова. Kallalarni ko'ringlar, parvozlar, kallalarni. Hozir bundan tashqari yana 10 juft Qiziltoshimiz bor. Еще такие количество есть у меня 10 штук. Ну, смотрите, вот эти голова и перья, смотрите, вот это красный перья, смотрите, вот глаза, голова, вот это тоже, смотрите. Ko'ringlar mana Qiziltoshlarni kallasi qanaqa bo'lishini. Такие будет. Голова. Качественный голова такие будет. Kallani kelganligini ko'ryapsizlarmi? Zot kallalar. Endi bo'ldi, endi tikkalanilyapti. E'tiborli parvozlar tikkalayapti. Mana Qiziltoshlar, все фигуры, все перечисти. Parvozlar, salomat bo'linglar, sizlarga hamisha omad. Andijonda zotdor tarixiy Qiziltosh kaptarlari qayta tikkalanishi boshlandi. Вот Turkiya заказали у меня новый тош. Вот уже новый тош, качественный. Turkiya, вот смотрите, уже novot toshlar. Novot toshlar shu Qiziltoshlardan chiqib keladi. Qiziltoshlarni yana bir qator aytaman, qoni tozalanib, parlanayotgan paytda orasidan endi novot toshlar chiqib keladi. Endi novot toshlarni ham ko'paytiramiz. Kimda mana shunaqa tozasi bo'lsa, olamiz. Puliga gap so'z sig'maydi. Tozasi bo'lsa olamiz. Mana shu kaptarga qo'shgan, parlagan. Вот Qiziltoshi. Parvozlar, salomat bo'linglar. Ertaga Xudo xolasa video obzorimiz bor. Endi bularni tozalayapmiz. Mana shunaqa kesmaga olib kelamiz hammasini. Hani tanimas bo'ylar, negativlar, manaqa ekan, anaqa ekan. Aslarda masala Qiziltoshlar yo'q. Bular качественныйлар. Mono ranglar, вот это цветочек другой, вот это цветочек другой, этих тоже другой. Качественный Qiziltoshi. Всем удачи, omad, salomat bo'linglar.